$625 Costcodan bozor qildik. Mana shunday deb bozorimni qo'yganimdan keyin ko'p ayollar mendan so'rashibdi, shu bozoringiz necha kunga yetadi deb. Qani bugun boshdan sizlarga tushuntirib beraman. Qizlarjonlar, $625 ga Costcodan bozorimizda 15-aprel kuni qilindi. Bugun esa 27-aprel, ya'ni oradan 12 kun o'tdi va men sizlarga montaj qilib bu videoni taqdim etishimga hali 4 kun oldinda, chunki undan oldin sizlar uchun qo'yadigan, taqdim qiladigan videolarim bor. Shuning uchun keling hozir hammasini hisoblab va nimalar qilganimni sizlarga videoga olgan edim. Birga ko'ramiz. Qizlarjonlar, shu 12 kun ichida men bemalol va farzandlarim bemalol xohlagan narsasini yeb, xohlagan narsasini pishirib, men ham xohlagan narsamni pishirib oldim va bizda asosan tez porsiya qiladigan, ya'ni tez achiydigan narsalar ketadi. Masalan, ovishlar, fruktlar va tuxum bilan sut. O'tgan kun va bugun biz magazinga borib Walmartdan tuxum va sut ham olib kelib oldik. Ha, aytgandek, yogurt ham qo'shdik. Zaxiramda esa menda hozir posuda yuvadigan tabletkalarim hali qolgan, parashoklarim hali qolgan. Yana 3 martalik morozilkamda go'shim bor, pizzalarim, chuchvaralarim va qovurilgan tayyor guruchim ham bor morozilkada. Ovqatlardan 5 kilo unim ham qolgan va 3 kilo yog'im ham zaxiramda turibdi qizlarjonlar va bu narsalar menga yana 5-6 kunga yetadi deb o'ylayman. Uni unga, buni bunga qilib sekin amallab barakasini beradi deb sekin ovqatlarimizni ham qilaveramiz o'rtoqlar. Bu videoni tagida esa обязательно kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va shunaqa bizdagi ovqatni yaxshi ko'rib yeydigan va ko'p bozor qiladigan o'rtoqlaringizga, tanishlaringizga videoni yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling qizlarjonlar, yuragingizni kengroq qiling.